Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 71-sura Nuh. Mekkede nazil bo'lgan 28 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Biz haqiqatan Nuhni qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarda to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgun deb avatdiq. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman. Allohga ibodat qilinglar, uningdan qo'rqinglar va Allohga itoat qilinglar. U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi, sizlarni muayyan muddatgacha kechiktiradi, ya'ni umringlarni uzun qiladi. Shubhisizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kecha-kunduz iymonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texmi qochiryapti. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. Kiyimlari bilan boshlarini chumkib oldi. Kufrda ching turdi. Cho'ngchilik qilib iymondan texmi bosh tortdi. Ondan men ularni to'g'lab da'vat qildim. Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yoshirin da'vat qildim. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, o haqiqatan mag'firat qiluvchidir. O sizlarga mol yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustiga birini qilib yaratdi? Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Quyoshni nur chashquvchi chiroq qildi. Alloh sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Alloh sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytaradi. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqaradi. Zaminda keng yo'llarda mengishinglar uchun Alloh sizlarga zaminni yeyib berdi. Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, yana boylarga, katta boshlarga agashdi. Ular yana katta boshlar menga chin bitmadi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar, Vadni, Suvani, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrni hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Zolimlarni texmi gumroh qilgan. Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Nuh aytdi: Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandalaringni ozdiradi. Ularning topgan bolalarimi faqat fojir kofir bo'ladi. Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga mu'min bo'lib kelgan kishiga va mu'min erlarga, mu'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin.